O'zbekiston Respublikasi nomidan hukm. Sudlanuvchi Mamarajabov Alisher Sherqulovich O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi B va G bandlarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilsin. Unga nisbatan 17 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jazoni qattiq tartibli koloniyalarda o'tattirish belgilansin. Sud majlisini yopiq deb e'lon qilaman. Diqqat! Qo'riqlab borish bo'yicha parolga hujum uyushtirildi. Kuchaytirish guruhlari eski priyezdli yo'nalish tomon yo'naltirildi. Hududda hushyor turar qo'rqmas yigitlar, tunlari uyg'oq ular kunduzi sergak. Mahkumni kuzatarlar qat'iy qadamda, hushyordir nozirlar har bir safarda. Nega jinoyatga bermaydi yo'lni, intizom tartibda ko'rsatib o'rni. Fidoyi xodimlar elning faxridir, yurt osoyishtaligi xalqning baxtidir. Qorong'i qo'shinlar tinchlik qo'rg'oni, xalqning tayanchidir, yurtning qalqoni. Buyrug'ga sadoqat, yurakda iymon, sharafli xizmat bu doim qahramon. Barcha guruhlar to'xtatiga. Harakat. Saf tortib yurarlar jasorat bilan, har qadamlarida iymon va vijdon. Ko'zlari chaqmaydi, ular dov yurak, elga tayanch bo'lar mafosbon kerak. Qorong'i qo'shinlar tinchlik qo'rg'oni, xalqning tayanchidir, yurtning qalqoni. Buyrug'ga sadoqat, yurakda iymon, sharafli xizmat bu doim qahramon. Nima menga? Qo'l qo'ling, jasur. Men o'rtog'im-ku, qoch. Xudo zo'r qildi-ga. Endi biz yonimizga qaytib kelmaydi. Qorong'i qo'shinlar tinchlik qo'rg'oni, xalqning tayanchidir, yurtning qalqoni. Buyrug'ga sadoqat, yurakda iymon, sharafli xizmat bu doim qahramon. Abdusamatov Jasur Erkinovich maxsus topshiriq davomida ko'rsatgan qahramonligi uchun jasorat ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman.